Ustoz, farzand ota-onasini umraga yuborib qanday ajrlar olishi mumkin? Bugungi kundagi juda dolzarb va ajoyib fazilatlik ishlar va savollardan bo'ldi bu. Avvalambor assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugungi kunda yoshlarimiz, aka-ukalarimiz bundan xursand bo'lamizki, nega xursand bo'lamiz? Ularning tarbiyalari, ularning odob va axloqlari ota-onalarini umraga yuborishlik, ya'ni darajada farosatlik, ilmlik, savob umidida mana shu ishlarni qilyaptilar. Bu joyda bir narsa esimizga keladi. Abu Hurayra radhiyallohu anhuni onalari Abu Hurayrani chaqirdilar. U kishi labbay onajon dedilarda va mana shu javob berganlaridan keyin taajjub bilan o'ylab qaradilar. Negaki Abu Hurayrani onalari Abu Hurayrani chaqirgan ovozlaridan u kishini labbay onajon degan ovozlari balandroq edi. Ya'ni onalarining ovozlaridan bu kishini ovozlari balandroq chiqdi. Shunda darrov istig'for aytdilar, onalaridan borib uzr so'radilar, bozorga borib ikkita qul sotib olib ihson qildilar. Ya'ni uni ozod qildilar. Ya'ni sababi nima? Onalarining ovozlaridan bu kishining ovozlarining baland chiqqan. Bugun juda xursand bo'lamizki, ular avvalo umraga borishlikdan oldin ota-onalarini umraga yuborishyapti. Va o'zlari ba'zi odamlarni ko'ramiz, o'zlari 2 martalab, 3 martalab yoki ayollari bilan, o'rtoqlari bilan, birodarlari bilan, hamkasblari bilan umraga borishyapti-yu necha martalab. Lekin otalari, onalari umraga bormaganlar. Va bugungi kunda aynan farzandlar ota-onalarini umraga borishliklariga sabab bo'layotganliklari naqadar baxt, naqadar fazilat, naqadar ularni duolarini olish va ularning mana shunday ziyoratga, katta ibodatga sababchi bo'lyaptilar va bu nur ustiga nur hisoblanadi inshaalloh. Ko'pchilik so'raydi domlajon, umraga borganda birinchi nimadan boshlaylik deydi. Borishdan oldin nimalardan boshlaylik deydi. Shu haqida bir qisqacha tushuntirib bersangiz. Albatta, har bir ziyorat, umra bo'lsin, ibodat bo'lsin, namoz bo'lsin, zakot bo'lsin, payg'ambarimiz aytganlaridek, bu narsalarning avvalo hammasi niyatdan boshlanadi. Niyat to'g'ri bo'lishligi. Bugungi kunda eng dolzarb masala ham shu. Niyat kibr qilish bo'lmasin. Niyat odamlarga ko'rsatib qo'ysin. Niyat meni odamlar ko'rib qo'ysin degan maqsadda emas. Niyat avvalo Robbimizni roziligi bo'lishi kerak. Avvalo niyatning asl manbai qayer? Qalb. Qalbni to'g'rilash kerak. Xohlang katta ibodat bo'lsin, kichik ibodat bo'lsin, ihson bo'lsin, nima bo'lishligidan qat'iy nazar, avvalo niyatni, qalbni to'g'rilab olishlik kerak. Agar bandani qalbi to'g'ri bo'lsa, bandani qalbi salomat bo'lsa, bandani qalbi sog'lom bo'lsa, u qaysidir g'iybatlar, qaysidir bo'xtonlar, qaysidir sinovlar, qaysidir gap so'zlar unga ta'sir ko'rsatmaydi. Chunki qalbi salomat uni. Qalbi Alloh bilan bog'liq. Shuning uchun avvalo umraga boradiganlar, umraga ota-onalarini yuborayotgan odamlar avvalo niyatni to'g'rilab olishi kerak. Maqsad nima? Maqsad ibodat, maqsad savob, maqsad Allohning roziligi. Dunyoviy qaysidir odamlar nima deydi degan masalalardan yiroqda bo'lib, ular avvalo qalblarini va niyatlarini to'g'rilab olmoqliklari kerak. Ustoz ana birinchi niyatdan boshladik. Niyatni to'g'rilab olib safarga chiqishadi. Birinchi boradigan joylari Madina-i Munavvara bo'ladi va Madina-i Munavvarada qilinadigan eng yaxshi amallardan 2-3tasini aytib bersangiz. Albatta, ziyoratga chiqqanda bu katta safar bo'lib ham safarga chiqishlik manfaatlarini payg'ambarimiz juda ko'p aytganlar. Va shunday safarki Alloh taoloning mehmoni bo'lishlik. Ya'ni Madinada payg'ambarimizni, Makka-i Mukarramada Allohning mehmonlaridan bo'lishlik eng asosiy sabablar va eng asosiy qilinadigan ishlar bular hamma narsani chetga surib ibodat qilishliklar. Vaqtlarini ibodatga sarflashliklar. Eng muhim masala. Buni borib kelganlar juda yaxshi bo'ladi. Necha yildan beri borib kelyapmiz o'zimiz. Bunga eng qalbimizning og'ritadigan masala shu. Ibodatlar qolib ketadi, dunyoviy masalaga yopishib ketamiz.
ibodatlar qolib ketadi, biz ba'zi bir kamchiliklar ustida asabiylashib yuramiz. Masalan, payg'ambarimizning masjidlari, u joyda o'qilingan ibodat, namozlar ming karra, mingta fazilati borligi, payg'ambarimizga salom berishlik, kim menga salom bersa haqqoniy ravishda men unga javob qaytaraman dedilar. Va ravzaga kirishlik masalalari inshaalloh va vaqtlarini aksar qismini masjidda ibodat bilan o'tkazishlik muhim masala bo'ladi. Va bu joyda tavsiyamizki, payg'ambarimizni sunnatlarini ado qilaylik. Masalan, oddiy sunnatlar, dushanba va payshanba ro'za tutardilar. Payg'ambarimiz katta va kichikka, tanigan tanimaganga o'zlari avval salom berardilar, ehtirom qilardilar, kattalarni hurmat, kichiklarni izzatida bardavom bo'lardilar. Demak, Madinada qilinadigan asosiy ishlarimiz payg'ambarimizning sunnatlariga amal qilish, ergashish va ba'zilarini tiriltirish. Sonlara Madinada 2 kun 3 kun vaqt bo'ladi. Eng g'animat vaqt. Albatta. Madinadan Makkaga qarab yo'lga chiqishadi. Va bu borada ihromga kirishadi va ihromdagi ko'pchilik ko'p xato qilib qo'yadi. Ihrom odoblari haqida ham bir qisqacha aytib bersangiz. Ihrom haqiqatda ayollar va erkaklar, ya'ni ayollarning kiyimida-ku unchalik o'zgarish bermaydi. Erkaklarning asosiy kiyimlari ihromda inson uchun eng nozik va eng ahamiyatli va shu bilan mas'uliyatli davr bo'ladi. Bu qisqa davr. Necha soatdir, necha kundir, yarim kundir. Ali radhiyallohu anhu aytadilar, taqvo nima deb so'raganlarida aytdilarki, inson tikonli yerda tikonzorda oyoq yalang yursa qanday ehtiyot bo'lib yuradi? Oyog'imga tikon sanchmasin deydi. Qanday ehtiyot bo'lsa, taqvo ham xuddi shunday dedilar. Ya'ni Allohdan qo'rqish, oxirat uchun amal qilish va qayta tirilishga, ya'ni oxiratga zaxira va tayyorgarlik ko'rish. Demak, ihromdagi odamning ham masalasi shunday. Tikonzorda oyoq yalang yurgan odam qanday ehtiyot bo'lsa, birovni ranjitmaslik, xushbo'ylik surtmaslik, uning odobu axloqlari, birovga ozor bermaslik va qaysidir jinoyatlar, ya'ni ihrom jinoyatlari qilmasligi uchun ehtiyot bo'lib yurishligi kerak. Va bu mas'uliyat va o'z o'rnida bu sharaf. Endi shu ihrom o'raldi, bu katta mas'uliyat. Ihrom o'rab labbaykani aytib, birinchi Ka'baga nazar tushadi. Shu paytda eng duolar ijobat bo'ladigan vaqt ishadi va qanaqa duo qilinadi shu paytda ustoz? Bu joyda payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning Ruknul Yamoniydan to Hajarul Aswadgacha bo'lgan vaqt, masofa o'rnida payg'ambarimizning duolari bor. U duo Qur'onda ham kelgan. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasanatan va qina azabannar. Va bu duo eng mahbub va juda yaxshi duo. Nega aynan shu duoni aytyapmiz? Nimaga boshqa duolarni aytmayapmiz? Boshqa duolar, boshqa fazilatli amallar, boshqa charog'i ham bor. Lekin bu shunday duo aytyapmizki, uni hamma biladi. Robbana duosini hamma biladi. Va bu duoda dunyoda yaxshilik so'ralgan, oxiratning ham yaxshiligi so'ralgan va insonni do'zax azobidan qutqarishni Alloh taolodan so'ralgan. Din, dunyo, oxirat, qabr azobi. Mana shu duolar mujassamligi uchun bizni tavsiyamiz mana shu duoda bardavom bo'lish kerak. Aksar umrada bo'lgan vaqtda, safarda bo'lgan vaqtda musofirni Alloh duosini ijobat qilaman dedi. Va mana shu holatlarda, mana shu duolarda inson bardavom bo'lsa, juda ajoyib va juda manfaatlik va inshaalloh safar davomida Alloh mana shu duolarni inshaalloh ijobat qiladi. Inshaalloh. Endi ustoz navbat kelyapmiz. Shu joydan Ka'bani ham ko'rib, tavoflarni qilib, umra amallarini tugatdi va ushbu odamda qanaqa hissiyotlar bo'ladi? Bu odam qanaqa bo'ladi? Albatta, buni borganlar, takror borganlar, ya'ni birinchi borganda va ikkinchi, uchinchi borganda
o'tgan xatolarni yana ustida ishlash, yana mukammalroq, yanada mukammalroq, yanada bir nozik va daqiq joylarga e'tibor holatda inshaalloh ibodatlar va ziyoratlar qilinadi. Bu joyda umra qilib bo'lgandan keyin, sochni olib ehromdan chiqqandan keyin bir nafis tuyg'uki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek, dunyo ko'zingizga ko'rinmaydi. Muammolar, vataningizdagi qaysidir kamchiliklar ko'rinmaydi. Chunki nega deganda, payg'ambarimizning va'dalari bor. Alloh taolo uchun umra qilsa odam, Alloh umrasini qabul qilsa, onadan tug'ilgandek holatda gunohsiz bo'ladi. Mana shu tuyg'u bo'ladi. Xuddiki onasiz tug'ilganday, kitobni boshdan boshlaganday, avvalo bu joyda e'tiborli joyi. Bu joyni ham ertaga, ya'ni vatanimizdagi, o'zimizdagi diyordagi masalalarni ham joy-joyiga qo'ygandan keyin, ya'ni shunday bo'ladi. Mana shu holatlar joy-joyida bo'lib umra qilgandan keyin inshaalloh insonda shunday tuyg'u bo'ladiki, onadan tug'ilganday, kitobni yangi boshlaganday Alloh taolo shunday tuyg'u beradi. Bu juda nafis tuyg'u, bu juda ajoyib tuyg'u va buni umra qilganlar albatta bu tuyg'uni albatta qalblari ila mayin Makka shamoli orqali inshaalloh ular his qilishadi inshaalloh. Inshaalloh. Shu o'rinda ustoz, mana o'tgan mavsum bizni jamiyat orqali safarga borib qo'ydingiz va shu joydagi bizani plus va minuslarimizdan bir aytsangiz, qanaqa agar kamchiliklarimizni aytsangiz, biz uni qanday bartaraf qilayotganlarimiz haqida bir tushuntirsak. Albatta ustozlarimiz, bizlarni qo'llab-quvvatlayotgan barcha mutasaddi insonlarimiz, birodarlarimizning so'zlarini aytamiz bu joyda. Yutuqlarimiz o'zimizga. Albatta biz kamchiliklarni gapiramiz degan ma'nodagi masala borki, albatta o'z o'rnida katta jamoat va bo'lib ham umra jamiyati yangi tug'ilgan tashkilot. Buni hali faoliyatiga 10 yillar bo'lmagan. O'tgan yili tashkil topilgan masalan. Albatta tabiiy kamchiliklar bor. Tabiiy kamchiliklarni biz o'tgan dekabr va yanvar oyidagi safar ziyorati asnosida aytganmiz. Qaysidir mehmonxonaning kamchiliklari, avtobuslarda bo'layotgan holatlar, Makkadagi 50 boshilaringiz tomonidan yo'l qo'yilayotgan kamchiliklarni aytganmiz. Buni to'g'ri tushunamiz aslida. Biz nega bu kamchiliklarni ko'zimiz ko'p ko'rmadi? Chunki maqsadimiz u joyda kamchilik izlab borish emas. Maqsadimiz ziyorat. Xuddinki bundan oldingi katta insonlar, ota-bobolarimiz bilan gaplashsak, bizni o'sha joyga etib qo'yishsa bo'ldi. Boshqasi kerak emas. Mehmonxonasi ham, yotadigan joyi ham, ovqati ham, kiyimi ham, hech narsasi kerak emas. Ka'bani ko'rsatishsa bo'ldi. Aslida safardan maqsad aslida mana shunday bo'lish kerak. Shu tabarruk joyda Alloh taolo bizni ibodat qilishligimizni nasib qildi. Bo'ldi, tamom. Bu kamchiliklar o'zimiz uchun. Dam olishga bormayapmiz, ibodatga boryapmiz masalan. O'z o'rnida-ku kamchiliklar to'g'rilansa, nur ustiga nur va inshaalloh albatta kamchiliklar o'sha safar davomida e'tiroz bildirganimizdan keyin ba'zilari to'g'rilandi, ba'zilari keyinroq to'g'rilanishga qoldirildi. Biz faqat biz umra jamiyati bilan umraga borganimiz uchun qarsak cholmoqchi emasmiz. Tabiiy bizni haqqoniyligimiz albatta hammasi yaxshi bo'ldi, hammasi zo'r bo'ldi, muammo bo'lmadi emas. Albatta kamchiliklar ham sodir bo'ldi. Chunki katta olomon, katta xizmat, mas'uliyat va sharaf davomida kamchiliklari ham bo'ladi. Va ko'p insonlar aytishadiki, umra jamiyati, uning faoliyati, uning holatlari qanday deb savol so'rashganda, men aytamanki, ularni tashkiliy ishlarini men qanday darajada ekanligini baholay olmayman. Lekin agar yana taklif qilishsa, yana borish ixtiyori bildirilsa, albatta umra jamiyati bilan umraga borgan bo'lardim deb aytaman. Rahmat ustoz. Biz ham shu Allohni
mehmonlar deyishadi ustoz, umraga borgan, hajga borganlarni. Biz ham umra jamiyati jamoasi imkon qadar yildan yilga kamchiliklarimiz bormi, xatolarimiz bormi, shularni to'g'rilash maqsadida o'tgan mavsum o'zida umra jamiyati o'zini shaxs oshxonasini ochdi va u yerda o'zlarimizni oshpazlarimiz ovqat pishiryapti. Buxorolik oshpazlar bor, xorazmlik oshpazlar bor. Mashalloh. Ziyoratchilar uchun 3 mahal ovqat pishirishyapti. Undan keyingi qilgan ishimiz o'zlarimizni hojilarimiz uchun nonvoyxona tashkillashtirib, nonvoyxonadan issiq nonlar. O'zimizni nonlar. O'zimizni nonlar. Bu yil ham nasib yangi rejalarni qilyapmiz. Imkon qadar ziyoratchilarni, Alloh mehmonlarni duosini olish asosiy maqsadimiz. Biz kamchiliklarni to'g'ri tushunamiz va uni to'g'ri qabul qilamiz. Albatta. Va uni ustida qanday kamchilik bo'lsa, ustida bartaraf qilishga harakat qilamiz. Inshaalloh. Inshaalloh. Ajoyib, haqiqatda kamchiliklarni o'z o'rnida tan olish va kamchiliklar ustida ishlash bu albatta tahsinga moyil, tahsinga yarashadigan loyiq ish hisoblanadi. Chunki Alloh taolo ham nima dedi? Tavba qilguvchilar, gunohkorlarning eng yaxshisi tavba qilguvchisidir. Ya'ni gunohini tan olib, kamchiligini tan olib va unga tavba qilib, xatolarini to'g'rilaydigan eng yaxshisi. Haqiqatda albatta bizning aybimiz yo'q. Hamma ayb bolalarda, hamma ayb unda. Aybni o'zimizni bo'ynimizdan soqit qilgan holatda emas, ayni shu muammoni ichiga kirib. Qaysi joyda muammo bo'lyapti? Haqiqatda bu ba'zida bo'lishligi mumkin, qaysidir ziyoratchining injiqligi sababidan kelib chiqayotgan bo'lishligi mumkin. Yoki haqqoniy ravishda bizning kamchiligimiz bo'lishligi mumkin. Yoki masalan hozir siz aytganingizdek, o'tgan yanvar va dekabr oylarida umraga borganimiz asnosida sizlarning mehmonxonalaringizda turklarning oshxonasidan ovqatlanganmiz. Tabiiyki bizni diyordagi insonlarga ba'zi turklar ovqati to'g'ri kelmaydi, yoqmaydi. Masalan, shu kamchiliklar to'g'rilangan bo'lsa, inshaalloh tahsinga sazovor ish. Albatta biz bilamiz, biz ishonch bildiramiz, yangi tashkil qilingan jamoa, yangi tashkil qilingan jamiyat o'z ustida xatolarini tushungan holatda bartaraf qilaversa, albatta o'sish bo'ladi. Albatta kamchiliklar bartaraf qilinadi. Inson qachonki o'rganishdan, muammolari va xatolarini tuzatishdan, tan olishlikdan to'xtasa, o'sha kuni to'xtagan bo'ladi u. Izlayversa muammolarini, ustida ishlayversa, xatolarini to'g'rilayversa, albatta ham din tomondan, ham dunyo tomondan Alloh uni o'stiradi. Alloh fazilat beradi. Bu jamoani qilayotgan ishlari, ehsonlari, qaysidir rag'batlantirish o'laroq qaysidir insonlarni umrasiga sababchi bo'layotganligi bizni albatta quvontiradi. Va bu jamoani ishiga rivoj va bundan-da gullab yashnashi va bundan-da jamoasi katta bo'lishligi, xalqni, millatni roziligini olishligi, duolariga sazovor bo'lishligini Alloh nasib qilsin. Rahmat ustoz. Ustoz, endi yana bitta taklifimiz bor edi. Agar xo'p desangiz, nasib umra jamiyatini ushbu mavsumdagi birinchi reisi bilan ketib, Mashalloh. Umra jamiyati hojilariga shu o'zi chiroyli ma'ruzalarni qilib, o'gitlar o'rgatib, umra jamiyati bilan birgalikda borsangiz biz xursand bo'lardik. Xursand bo'ldik. Xursand bo'ldik, mashalloh. Rahmat. Birinchi reisimiz bilan Kutmagandik. Qachon endi birinchi reis? Birinchi reisimiz 1-iyuldan Buxorodan to'g'ridan-to'g'ri uchish boshlaydi ustoz. Mashalloh. Xursand bo'ldik, kutmagandik. Alloh taolo ofiyat bersin, yaxshilik bersin. Rahmat ustoz. Rahmat.